Dilala çöçeklerini yaqtırıp anlap kelivatqan omaklarim, keşlikinlar xayrlik bolsun. Bugün men sizlarga Üçtigarning charisi degan çöçekni aytib beray. Çöçek Üçtigarning charisi. Zamanlarning zamanisida Janub bilan Shimolning orasida bir Üçtigar yashagan ekan. U kishilarning akalgan matasini uchta qilib, ya'ni siliqlab berib, shuning bilan chan boqidi ekan. Onun dunyoligida bir o'shkisi bo'lib, uning ustida choy sutlab ichidi ekan, qaymiqini tulk o'g'irlab ichib ketdi ekan. Shundoq kunlarning birida Üçtigarning xotini eriga: "Uyda qolgudek hech nima qolmadi. Men qaldiqatda unni yig'ishtirib xemir yo'g'ursam, sizlar jangalga berib o'tin akalsilimi bo'pti ekan?" debdi. Üçtigar: "Ma'qul" debdi-da, bir chini qiytiqni elib ustiga bir zag'irni yepib, arg'amchini beliga bog'lab, kakisini beliga qistirib, "Jangal degan nadisan?" deb yo'lga tushibdi. Jangalga yaqin qolganda bir chig'ning tuvidan bir jup to'rg'ay uchib chiqibdi. Üçtigar engishib qarasa, to'rg'ayning uvisi, uningda bir necha to'rg'ay tuxumi turg'udek. Ko'ziga chiroyli ko'ringanlikdan tuxumdan ikkini elib qo'yniga silib yo'lga ravon bo'pti. Chashgoh vaqti bilan o'tin oldigan jangalga beribdi. Birdam aram olgandan keyin yerni ko'lab qiytiq bilan nonni so'g'uqroq tursin deb shu yerga qo'yib, ustiga shox shumbi bilan belgi qilibdi. Bu yerni topolmay qolmay deb arg'amchini tashlab, uchini so'rtib qo'yib, jangalga ishkirlab mengibdi va quruq daraxtlarni tepib kaslashga boshlabdi. Naq shu chaqda Üçtigarning oldidan beshi bulutda o'z yo'g'on va ko'rimsiz sat bir narsa chiqib kelib: "Ey, sen kim? Bu yerda nima izlab o'minib yurasan?" deb hayva bilan so'rabdi. Üçtigar qarasa, bir bahayvat diva. U o'zini to'xtatib: "Etim mening Alamnur, kasbim bilsang Üçtigar, donqim olamga mashhur, ishtisa meni divilar uxlayolmas rohatda. Qo'yib qopmu qo'zg'ilar qolmayli deb g'aflatda. Ammo menmu bo'sh emas, jangallarni keziman, oqtirib to'qaylarni, divilarni izdayman. Chunki mening ozuqim divilarning go'shidir. Noshtiligim olvosdi, insujinning to'shidir" deb javob beribdi. Bu gapni anglagan devining yuragi jig'ildab, ko'zlari chakchiyibdi va o'z oyog'i bilan raqibining oldiga kelib qolganlik uchun ming bir pushaymon qilibdi. Devining orsolda bo'lib qolganligini ko'rgan Üçtigar: "Sen-chu, bu yerlarda nima qilib yurasan?" deb so'rabdi. "Men" debdi deva bo'sh kelmaslikka tirishib. "Devilarning botirimman. Uzundan beri odam go'shi yeyish orzuyim bor edi. Mushu orzu yo'lida talay dashtlarni kezdim. Biroq ishim hech o'ng kelmagan edi. Bugun mushu jangalni bir ovlab boqay degan niyatda bu yerga kelib seni ko'rdim." "Undoq bo'lsa" debdi Üçtigar. "Kel, ikkimiz kuchsinishib boqayli. Sen yangsang meni ye, men yangsam seni yey." Deva bu taklifga ko'nibdi va oldida cho'milidek o'milab yurgan bu odamni qandoq qilib yangsam bo'ladi ekan degan xayolda qoldi. "Men bilan kuchsinishga rozi bo'lding-a?" deb qayta so'rabdi Üçtigar. "Ha, debdi deva duduqlabroq. "Chilishoyli desak, sening bo'ying egiz, mening bo'yim past, qamlashmagudek. Agar sen rozi bo'lsang, ikkimizning qaysimiz yerning mengisini chuvib, to'g'roqdan yog' chiqara olsak, shuni botir sanayli. Bu ishning o'disidan chiqolmagani bilginimizni qilayli" debdi Üçtigar. Deva bu shartga ko'nibdi. "Undoq bo'lsa, navbat seningki. Qani, yerning mengisini chuvib, avu to'g'roqdan yog' chiqarib boqa" debdi Üçtigar. Deva g'azab bilan tugilib yerni tepgan ekan, yerdan to'pichon ko'tarilib ketibdi. Biroq yerning mengisi chuvilmabdi. O'z ishining o'ngishliq bo'lmayotganligini sezgan deva xijil bo'lib yerga qarabdi. Buni ko'rgan Üçtigar: "Elham, navbat sening. Agar sen avu to'g'roqdan yog' chiqara olsang, yo'lingga ketaver. Bo'lmasa men kuchimni ko'rsatib, bilginimni qilaman, jumu" debdi. Deva Üçtigar ko'rsatgan to'g'roq qo'lini qamanlab, butun kuchini yig'ib turib siqqan ekan, to'g'roqning qo'zaqlari ajrab qo'liga chiqibdi, ammo uning yig'i ko'rinmabdi.
Әмді сан қарап тұр, Мен күчімні көрістімен. Дәпті iştigar. İştigar qiytiqni көміп қойған yerning ustiga kelib, yerni bir topgan ekan, qiytiq to'pig'i melinib, chachirab chiqibdi. Keyin hiliqi devi sundirib etgan to'g'raqning qishig'i berib, qo'ynidan to'rg'ayning tuxumini ilib, deviga ko'rsatmay ishki alqini qo'yib, to'g'raqni siqqan ekan, barmoqlarining g'arsidan tuxumning seriqi bilan eqib chiqibdi. Buni ko'rgan deva hanqaytib qopdi va ishtigardan saq-salomat qutulishning chorasini izlashga kirishibdi. Devining andishida qolganligini sezgan ishtigar. "Ey deva, aytib boqa, qaysimiz kuchlik ekanmiz?" debdi. Siz, debdi deva keyin. Men sizga ko'p beadablik qilibdiman. Agar malol kelmasa shu beadabligimni kechirsangiz, ikkimiz do'st bo'lsak, bugun mening mehmonim bo'lib, uyimga birga borsangiz. Xo'p, debdi ishtigar. Men bu chaqcha hech kimning gapini yerda qo'ygan emas. Sening xolig'ingcha bo'lsin. Ishtigardan bu so'zni anglagan deva xushalliqdan o'zini aran to'xtatib, mehmonini boshlab uyiga beribdi va ishtigarning turli taom va mevalar bilan mehmon qilibdi. Ishtigar oldiga tizilgan taom va mevalar ichidan ko'zga chiroyli va ajoyib ko'ringanlarni elib yeb qo'rsqini to'yg'izibdi. Angacha kun betib zavol bo'ldi. Deva ishtigarning nahayt oz taom yeganligiga hayron qolgan bo'lsa-mu, so'rashga petin olmay saroy uyining o'tirsiga o'rin silib, ishtigarni aram elishga taklif qilibdi. Ishtigar kirib qarasa, devining solgan o'rni to'nglikning udildimish. "Ha, bu haromzada meni kechich o'ldirishni pamlabdi" deb chiroqning yo'riqida to'rt tarafga qarasa, har yo'g'on takchilar turg'idek. Agar biror ish bo'lsa, takchiga chiqib olishni o'ylab, o'ringa kirib yalg'ondan uxlagan bo'lib pushuldabdi. Xiyligacha eshikning yo'chqidan marab turgan deva ishtigarning pushuldishini anglab talaga mengibdi. Ishtigar quloq selib yotsa, bir chog'da saroyning uyisi g'orsildashga boshlabdi. Ishtigar darrov o'rnidan turib takchiga chiqibdi. Deva to'nglikning udulg'i kelib, ishtigarning yotgan yeriga tosh tashlabdi. Bu ish tong otguncha takrorlanibdi. Tong etib, kun qizirishga boshlaganda deva tosh etishni to'xtatib, o'gizdan tushibdi. Buni sezgan ishtigar darhol o'ringa kirib yetibdi. Deva eshikning oldidan birdam turib tinsa, ishtigarning xo'rik anglanayotgandek. Ilgari tashlagan tashlariga keyingi tashlagan tashlari tegib qonqib, yotqonning ustida bir tomma toshning qolmaganligidan xabarsiz qolgan deva saroyning eshigini ochib qarasa, ishtigar yotqonning ichida avval oqshomqidek pushuldab yotgudek. Buni ko'rgan deva, bu haqiqatan botir ekan, har nima bo'lsa bir ahvol so'rab boqay deb o'ylab. "Hey birodar, tong otdi, uxlaveramsiz?" debdi. Ishtigar beshini ko'tarmay turib, "Kechidan bir kunlaring yotqonning ustida jon qilib uxlatmadi. Endi ko'zim uyquga beribdi-kan, sen vorqirg'ili turdingmi?" debdi. Ishtigardan bu so'zni anglagan deva, "Men tashlagan tashlag'i o'lmay, uni texib burgiga o'xshityapti. Demak, bu haqiqiy botirning o'zi ekan. Buning bilan men zodi tang kelolmagudayman" deb qaytib chiqib, ishtigarning atiganlik cheyish uchun tayyorlik ko'ribdi. Choymi ichilibdi, ishtigar xo'shlashib mengishga tamshalganda, deva bir sanduqqa oltin qachilab ko'tirib chiqib, "Ey polvon, bu mening sizga qilgan sovg'atim, olg'ash keting ha" debdi. Ishtigar qarasa, yo'g'on bir sanduq. Uni ko'tirish emas, o'rnidan yo'tkashga xiyli kuch kerak-da. Bu yerdami bir hiyla ishlatay debdi u o'z-o'ziga. Shuning bilan u deviga, "Bizning rasm qoidamizda biror kishi do'stlarga yo'lliq tutsa, uni o'zi opirishib beradi. Agar sen buni ko'ngil ko'ksingdan chiqarib sovg'at qilgan ekansan, uyimga opirib bergin. Bo'lmasa, men akatmayman" debdi. Deva bu so'zni qabul qilib, ishtigar bilan birga sanduqni o'shnisiga ortib yo'lga tushibdi. Bular azmangdimi, chiqmangdimi, bunisi bizga noma'lum. Ishqilib ishtigarning uyiga yaqin keldi. Bu chaqda ishtigarning xotini o'g'ziga chiqib, eri ketgan tarafga qarab turgan ekan. Buni ko'rgan ishtigar deviga qarab, "Ey birodar, ko'rdingmi? Mening xotinim o'g'ziga chiqib yo'limga qarab turibdi. Men oldiroq berib, sening bilan og'ini bo'lganligimni uqtirib qo'ymasam bo'lmaydi"
debdi. Diva bu so'zga ma'qul bo'lib, sanduqni yerga qo'yib aram elishga boshlabdi. Ushtigar uyga kelib, "Xotin, chaqqan bo'la. Uyga kir, qozon qo'muchingni taraqshitib tur. Men ovi devini boshlab kirganda sen menga, "Voy, mehmonga aytadigan oshqa qaysi devining go'shini to'g'rayman" degin." debdi. Xotini bu gapga hayron bo'lgan bo'lsa-mu, buning tagida biror sir bo'lsa kerak deb ma'qul bo'pti. Ishtigar devini boshlab eshik oldiga kelib to'xtabdi. Devini uyga boshlay desa, uning patmaydiganligini bilib, eshik oldiga so'rin tuzibdi. Bular amd o'ltirgan ekan, uy ichidan Ishtigarning xotini, "Hoy odam, mehmonga cho'ng devining go'shini to'g'raymi yoki kichkiningmi?" deb so'rabdi. Ishtigar javob berguncha deva o'rnidan turib qaychibdi. Devini qochirgan Ishtigar xotiniga bo'lgan voqeani so'zlab berib, sanduqdagi oltinni uyga to'shishga boshlabdi. Endi so'zni tulkidan anglayli. Ishtigarning o'shkisining sutidan suzib elangan qaymoqni ichib o'ginib qolgan tulka tilini bir g'ayrash chiqarib kelayotgan ekan. Uning oldiga Ishtigarning uyidan qochgan devi uchrabdi. Devining oldi orqasiga qaramay qaychib kelayotganligini ko'rgan tulka, "Hay, deva, nimadan shuncha qo'rqib ketding-a?" debdi. Deva tulkiga Ishtigarning voqeasini so'zlab beribdi. Bu gapni anglagan tulka, "Hay ahmaq, egiz odam ahmaq keladi degan rostkan jumo. Bo'yinga qarasa bulutga taqishidi, ammo meningchilikmi aqling yo'q ekan. Men kunda berib uning o'shkisining sutining qaymoqini qaqshitib turib ichib kelgan yerda sen qasding qandoq bo'lg'ini? Yura, men seni boshlab berib, Ishtigardan hamma ilmingni elib beray-a. Xohlasang oldingga silib beraman men" debdi. Bu gapni sen rostini aytyotamsan, debdi deva. "Ha, debdi tulka quyrug'ini o'ynatib. Deva o'ylab, tulkiga haromzada bo'ladigan bu yo'g'on gap qilib opirib meni bir bolog'i tiqmisan yana degan yerga kelibdi. "Undoq bo'lsa", debdi deva. "Kel, quyrug'ingga mav arg'amchini bog'lab, shuni tutib mangay. Agar meni aldaydigan bo'lsang, bilib qo'y, quyrug'ing menda, ha? O'zim bilganni qilaman." Tulka bu shartga ko'nibdi. Shunday qilib ikkisi yo'lga tushibdi. Oltinni uyga to'shib bo'lgan Ishtigar o'ziga chiqib atrofga nazar solibdikan, ko'ziga yetilishib kelayotgan tulki bilan devichilik qilibdi. Ishtigarni g'am besibdi. U o'zini o'ngshab, ko'nglini to'xtatib qarasa, tulka yiqilib kelib qolganmish. "Hey, haromzada tulka", debdi Ishtigar tulkiga xitob qilib. "Mendan bir deviga pul olganingga hafta bo'ldi. 3 kunda kelaman deb kelishing bugunmi? Bu mayli, yana kelib mening og'inamni aldab kelganing uchun men seni qandoq qiynab o'ltirsam bo'ladi? Qani, o'z og'zing bilan aytib boqa." Ishtigardan bu so'zni anglagan deva, tulka meni sotqilay kelgan ekan degan o'yga kelibdi-da, tulkini so'rgan peti bayavonga qaychibdi va ketib berib tulkini beshidan aylantirib yerga bir urib tikan, tulkining g'iqqida jini chiqib ketibdi. Shuning bilan Ishtigar tulkining bo'zaq qilishidan qutulib, oxirgi umrigacha xushal yashapdi. Aytishlarga qaraganda, shuningdan buyon deva odamlarning ko'ziga ko'rinmaydigan bo'lganmish. O'maqlarim, Ishtigar bak botir ham aqlliq-yana. Deva yo'g'on, qo'rqinchli bo'lsa-mu, Ishtigar uningdan qo'rqmay, aql parasti va botirligi bilan hech nimadan qo'rqmaydigan devini qo'rqinchoq yarmasolatga keltirib qo'ydi. Ham o'shkining ustidan suzib elingan qaymoqni ichib o'ginib qolgan o'g'ri tulkining mijozisini berdi. Bizmi Ishtigarning aqlliqligini va botirligini o'zimizga ulgu qilaylik-mi?